Bir oyda 1000 ta uy sotibsiz. Bu strategiyami yoki odamlarning sizga bo'lgan ishonchimi? Bu avval Xudoyim bergani. Xudoyim menga bitta zimlagimni jo'natdi. Shu yigit bilan, yosh yigit bo'lsa ham energiya ishni ko'rdimda, Instagramda syomkada olib qo'yganda dedim. Keyin qarayapman-da, ofisda shuncha odamda, shuncha sotilyaptimi? Toshkentda shuncha uy talashmi dedim. O'zim o'ylab turdimdan keyin shu bolaga aloqaga chiqdik. Shu yigit bilan ishlashdik. O'zi strategiya tuzib keldi. Taq, mashina qilasiz. Xohlang mana ishlang. Aytsangiz, men o'zim ham qilib ketaman. Qiyin narsa emas dedi. Ko'ngil to'qlik bilan aytadi. Xohlang qiling. Xohlang men yordam beraman deyapti. Ideya beryapti-dek sotmayapti demoqchisiz. Keyin o'ylayapman, ha o'zim qilaman. Agar o'zim qilsam shuncha pul ekonom bo'lar ekan deb kechqurun ketyapman. Men o'zim ham masalan odamlarga qurilish yaxshi, qilinglar, qiyin emas deb aytaman-ku, lekin men tasavvur qilayotgan narsani ular tasavvur qilish qiyin. Hamma kuluvchi hamma narsani aytmaysiz. Keyin shuni o'ylab aytdim, "Ha, to'xta, bunda gap ko'p. O'zi kelsin, qani ko'ramiz" deb. Haqiqatan kelib ish boshlagandan keyin, shu harakatlaridan keyin, ha, bu narsani agar o'zimiz qilganimizda balki Xudoyim ziyoddan qilib berardir. Avvalambor Alloh, lekin sababchisi yaxshi marketolog va strategiya. Ishda ustasi va usta ekan. Yuksalish, Shohruxni jamoasiga ham taqarsak chalaylik.